Hamma assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan dolgojdanniy zakazlarimni raspakovka qilamiz. Ayambigan podarkalari ham raspakovka qilamiz. Biza umradalik bizda ayam Peterdan kelgandilar. Mana kim qancha podarka, Rizoni ham podarkalar olib kelganlar. Ular ham birga sizlar bilan raspakovka qilamiz. Bular почти hammasi Temudan kelgan zakazlarim. Adashmasam 3tasi AliExpressdan kelgan zakazlar. Buncha ko'p Temudan narsa zakaz qilgansan desangiz, biza umraga ketish bizdan oldin yarmini olishimiz kerak edi, lekin ayrim bir sabablarga ko'ra yangi yil oldin zakazlar ko'p bo'lgani uchun, naverna, bojxonadan o'tishi qiyinroq bo'lib, ko'rgan bo'lsangiz, Toshkentdagi Temu skladiga ketib, faqat chemodanimni olib uchib ketgan edik. Qolgan narsalar biza уже umradalik bizda kelgan, bizlar telefon qilgan tushmagan, chunki roaming yoniqmas edi, yana svязsiz joyda bo'lganmiz, naverna tushmagan. Keyin ancha paytdan keyin biza roaming yoqdik. Meni ham telefon bo'ldi, Rizoni ham telefon qildilar, to'shta zakazlaringiz kelgan olib ketinglar deb. Adashmasam 8-yil, 9-yanvarda mana telefon bo'ldi. Aytdim, to'shta biza za granitsada biza olib qo'ying, ketib o'zidan olaman deb. O'sha zakazlarim olib qo'yganlar, qolgan zakazlar nima deb o'ylasizlar? Zakaz vaqtida olmasangiz yuborilgan joyga yana qaytib ketaykan. Buni biza oqtarib, конечно, Rizo kim nechta skladlarga telefon qilib, oqdan-boqdan tanish qilib topdilar. Sklad topib ketdilar. Skladdagilar bazur bu qaytib ketayotgan narsalarni topib bergan, chunki o'sha ular chiqarayotgan payti furay ortayotgan payti bo'lgan. Aytganman, o'sha furay ortildi. Keyin Rizo qaytib topib bering deganlardan keyin bittasi furadan oqtargan, ikkita uchtasi skladdan oqtarib, наконец-то zakazlarim hammasi to'liq qilib topildi. Неизвестный абонент. Kechirasizlar. Alo. Bir xil yozilgan, uchirilgan, Nilzoniya telefon ko'tarilmoqda, отказ deb yozilgan. Video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. Shu uchun iloji boricha vaqtida olishga harakat qilinglar. Alhamdulillah diman. Kstati, qaytib ketsa, u puli to'lanmay ekan. Chunki o'zlaringiz aybingiz bilan olinmadi degan. Ketdik bo'lmasa, men yaxshi ko'rayotgan ish raspakovka qilishar. Ayam mana palto olib kelganlar, shunaqa uzma yo'qdi. Kstati, bular hech qaysini mana ko'rsatganlar emas, chunki biz oqtaydik, vaqtimiz ko'p emas edi. Kam gaplashadik, shu uchun olgan narsalarni mendan so'ramasdan, mana ko'rsatmasdan o'zlari olaverganlar. Vot buni nimasi yo'qdi? Uzungina ekan. O'zimda paltolarim bor, kalta. Chunki paltolarim olganda hali ro'mol o'ramagan edim. Shu uchun kaltarog'ini olaverganman, lekin ko'ylaklar bilan bu uzuni chiroyli ko'rinadi. Rangi ham shunaqa chokkocha. Ну, капучино rang, sal темный капучино. Вот так вот. Rizayam bunaqa. Oti nima edi? Kommentariyada kim bilsa yozib ketsin. Короче, mana shunaqa jinsli kostyumcha olganlar. Men kiramansan, lekin mana katta. Adashmasam bog'da shampunlar. Men bu Elseva, men shunisi men sochimga sal to'g'ri keladi. Qolganlarga nisbatan. Bu ham shampun, yangichasi, buni ham ishlatib ko'rish kerak. Bu ham shampun. Elsevdan yangicha, buni ham ishlatib ko'rish kerak. Kstati, men buni, bu ham shampun ekan, buni rossiyskiy blogerlarda ko'rgan edim reklamasini, ishlatib ko'rish kerak. Bog'da soch ham, badan ham shampun. Buni ham ishlatib ko'rish kerak. Вот так вот. Kstati, Rizoni ham shampun bor edi, уже uni ishlatyaptilar. Mana bunaqa podarочный коробкада. Keyingisi buni aytgan edilar, mana домашний pijama. Men yaxshi ko'raman mana shunaqa nimalar, issiqni. Menda bunaqalar bor, lekin kichkina bo'lib qolgan edi. Shu uchun kattasidan oling degan edim. Oho. Pasi kengina ekan, как раз. Menda почти hammasi rezinkalik edi. Tepaga ko'tarilib ketaveradi, rezinka sal neudobno. Usti mana bunaqa. Kstati, kapshoni ham bor ekan. Endi teddicha bo'lib yuraman. Yana boshqa adashmasam tapchika bu. Домашний tapchika ekan. Подмос ekan. Mana shunaqa havasim ketgan edi, lekin bejvisiya, Rizo olib bering dotdim, lekin tapchika ham ko'p dedilar. Rostdan domashniy tapchika ham ko'p, просто moda bo'lgani uchun olmoqchi edim. Bog'da
tush bilan rezinkacha. Oqda biror zakaz qilib olsangiz, patata qo'shib yuboradi kubida. Mana bu narsa yoqadi. Rezinkacha и tush. Kстати, bu shunaqa zo'r tush. Ayam o'zlar shundan ishlatadilar. Keyin ikkita zilli naskcha. Buni kstati o'sha kuni sabrsizlik bilan bir xildan ochib tez ko'rgan edim. Kstati bizlar yoshligimizda akam bilan mana shunaqa ajina paketda bir xil shokolad qilib yuboradilar. Chunki olib chiqarib yuborsak, bir-birini keyin yemasin, ikkoviga bir xil teng bo'lsin deb ajina yuboradilar. No, buni bir ikkita qarindosh biz yomon taraflama aytganda tipi ajratibdi, hech qanaqa ajratibdi emas. Ikkov biza bir xil qilib yuboradilar. Чтобы akam ko'proq shokolad yedi, ukasini keyin yemasin degan ma'noda shunaqa bir xil yuboradilar. Вот. Keyin yana общий отдельно kiloba shokolad yuboradilar. Lekin bunaqa shokoladlari, bunaqa Snickers, Twix, KitKatlari bir xil qilib yuboradilar. Hamma narsadan yaxshilik yoqtirish kerak, yomonlik emas. Yota. Прикиньте, mana shunaqa yaxshi ko'raman. Sho'rnisidan. Buni kstati o'zimizda yeb ko'rdim. Shirini qanaqadir shokoladning shirin ta'mi yo'qdi. Обычно shokoladlarda shirin ta'm bo'ladi. Glazurda hech qanaqa shirin ta'm yo'qdi. Buni kstati havliga ketganda ayam yotan ochgan ekanlar, yaxshi ko'rasan yeb ko'r deganlarda yedim. Shunaqa ta'mi shirin, hali buni ochganim emas. Ikki xil yota. Потом. Muhtanaman. Yaxshi ko'raman, nima borligini bilmas ochishi. Bog'da pijama. Bunaqa teddichalik. Negativchilar, tayyormisizlar? Bunaqa shtanishkasi bilan. Bog'da Jennifer bilan kattagina ekan, как раз yubochkalar bilan kirisha. Men yaxshi ko'radigan rang. Bejli bilan korичневый, mana qalbli pijama. Shtanishkasi bilan. Наверное, bu Ruzoya, chunki aytdilar. Bitta pijama bor, Ruzoya deb. Mana shunaqa letniy pijama Ruzoya. Bog'da ikkita bunaqa, adashmasam. Ikkita. Uzuk bilan braslet oldim, serebroda kiyindilar. Bu uzukcha. Kstati, bu обручалка yaxshida. Men tilla uncha yaxshi ko'raman, keyin shuna serebro olganlar. Как раз размером. Chiroyli ekan. Versace mana yoqadi, kstati. Keyin bunaqa bitta ko'zchalik uzuk. O'zimning bitta tilla uzugim bor. Rizo Merimida to'qkilaman, shunaqa bitta ko'zlik. Buni ham toqib yuraman nasibida. Qani. Подарочный, qaranglar, подарочный lenta ham qo'yib yuborgan. O'zi подарочный коробкада yana lenta ham qo'yib yuborgan. Lentichka, чтобы bantikcha qilib qo'yilishar. Mana shunaqa bizadan ham bo'lsa. Спасибо, что выбрали нас. И mana bunaqa nima qo'ygan? Bitta brasleti. Bu nima? Холодильник uchun magnit. Bu гарантия talon ekan. Для тебя с любовью. Наконец-то o'zi yetib keldik, наверное. Bog'da bunaqachasi. Бесконечность. Mana shunaqa yaxshi ko'raman. Qizligimda ayam dadam ularga Pitchga ketganimda, dugonalarning qizi unaqa sotadilar. Ham serebro, ham bunaqa bujuseriya narsalar sotadilar. Ipchaliklar, agar bilsangiz, qizil ipcha, qora ipchada mana shunaqa beskонечность yo'q, to'qilgan ipchalar bor edi. Agar topsam videoda ko'rsatib o'tib ketaman. O'shanaqalar faqat beskонечностьni oldim. Endi serebrosini ayam olibdilar. Вот. Мне turadi-da. To'qilma hozir. Просто ko'rsatay. Shunaqa нежныйgina. Спасибо, мамочка. Zo'r ekan.
Bu sumka ham shu bilan tamom bo'ldi. Endi Temudan kelgan raspakovkaga o'tamiz. Eng kattalardan boshlaymiz. Voy, buncha og'ir. Menimcha ko'p narsa bor ekan. To'g'risi nimalar zakaz qilganimni o'zim uncha eslolmayman, chunki zakaz qilganim ancha bo'libdi. Dekabr boshida zakaz qilgandim. Hozir уже yanvar oxiri bo'libdi. Почти bir oydan ko'p. Bu pijama, men точно eslolaman. Buni даже ko'rsatgandim birinchi vlogimda. Buni chornasi bor. Lekin to'g'risi bunaqa sariq rang aytmagandim. Bejli chaydim zakaz qilganim. Meni rangida aldashibdi. Shu paytgacha zakazim bilan biror marta problema bo'lmagan. Nima zakaz qilgansam точно o'zi kelgan. Instagramim или YouTube'imda ko'rsangiz bo'ladi. Temuni unpacking qilganman. O'zi kelgan. Bir narsani o'zi kelgan rasmdagi bilan. Lekin bu safar salligina rangida problema bor. Sariqcha kelgan. Men bejli zakaz qilgandim. Dальше buni ham bilaman. Nimaligini. Коричневый abaya zakaz qilgandim. Dvorka. Nuqa, qaytilla. Rangi o'sha rang. Materiali ham o'sha. Razmerni ko'rish kerak, razmeri. Adashmasam, salla mayda bu tagidan ko'ylagi. Afsuski salligidan kalta, no'xay ustida xalatiga bor. Xalatiga uzun bo'lsa ishlarsamas ko'ylagi. Lekin yana sintetika ekan, shunday to'klanibdi. Ustidagi abayasi uzun ekan, yaxshigina ko'ylak kirsa bo'ladi bemalol tagidan. Черный. Adashmasam bu ham черный abaya. Abaya bu ham. Bu ham dvoyka abaya. Buni ham birinchi vlogimda ko'rsatgan edim. Kстати, bu boqda ikkita uchta posilkami birinchi vlogimda ko'rsatganman. Buni ko'ylagi sal uzunroq ekan. Chunki u L razmer edi, chornisi XL zakaz qilgan edim. Bundan zakaz qilaman degan edim. Skidka narxida edi. Faqat L razmer qolgan edi. Qolgan hech qaysi razmer yo'q, shuning uchun skidkaga tushgan edi. Bundan ham ko'ylagi, abayasi va bunaqa remishok ekan. Bu kстати qalinroq material abayasi. Ayo, bu ham nozik ekan. Вот. Buni nimasi yo'q ekan edi? Ikkovi bir xil emas, adashtirmaydi. Buni bunaqa yengi bantikcha qilinadi. Shu uchun uni yengi boshqacha, buniki boshqacha. Soni. Buni bunaqa rang ishitmada taslim oldim. Bejli zakaz qilgan edik Rizoya. Nima erkaklar kirayotgan kiyim, uzun ko'ylak. Men birinchi vlogimda ko'rsatganman. Madina Makkada kiradilar deb. Lekin kiymagan edi bu ham, oqdan sotib olgan edik. Fason chiroyli. Lekin sizlar bilaman qanaqa ko'rinadi kamerada. Освещение chunki qanaqa ko'rsatadi bilaman. Lekin rangi bilasizlar, фиолетовый chani pas. Как сиренный цвет, сирендан ham sal pas rang. Ну ладно. Может qaytarib yuboraman. Kстати, aytgan narsalar kiymasa qaytarsa bo'ladi Temuda. Yoki joyiga boshqa rangini olaman. Yoki pulini qaytarib olaman. Kiyimim bunaqa tish oqar turadigan zakaz qilgandim. Endi bilaman bu ishladimi yo'qmi, lekin bundan oldin men o'zimda bor edi. Amerikanskisi vro'di ishlaydi. Men bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Qaysi tishlari qaysi darajaga olib chiqishini ko'rsatib qo'ygan. Buni ham ishlatib ko'rib, если что, отзыв qoldiraman. Agar yaxshi bo'lsa, sovet qilaman, sizlar ham olinglar. Rekomenduyu demanda. Короче, bu bo'ldi. Yengisi. Voy, bu ham og'ir ekan. Uchirilgan deb yozganlar ko'ribsan. Bir vaqtda men shunday qilib kesib, tagidagi narsani ham kesib qo'yganman. Shu uchun hozir endi bunday qilgan boshqarib kesaman. Hali tagidagi mani kesdim.
ham bildim nimaligini. Buni ham chunki ko'rsatganman. Hozir, kстати, birinchi boshda zakaz qilganlarim, birinchi vlogda ko'rsatgan narsalarim ochibman. Hali yangi narsalar ham bor, birinchi vlogda ko'rsatmaganman ularni. Bunaqa obuvcha zakaz qilgandim. Buni oqda kirama yengilgina, chunki oyoqlaringizga udobli narsa kirsangiz, haram ichida biz obuv yursizlar, tapchikada bo'lasizlar, nimada bo'lasizlar, chiqarasizlar, sumkaga qo'yasizlar. Sumkaga qo'yilganda mana bu udobnikina. Mana udobni tapchikamni olib ketganman. U mamni qalinida, sumkaga tiqganda ko'p joy oladi. Shu uchun men bunaqa zakaz qilgandim. Bu ham kimaga endi. Razmerim. Rappa razmerim. Tagi mana bunaqa, kачествоsi juda ham zo'r. Narxiga nisbatan kачество juda ham zo'r. Bu nima edi? Katta. Joy oldi. Buni bildim. Bu Rizoni kurtkalari. Bunaqa kurtka zakaz qilgandik, klassический. Вот. Adashmasam bu sal katta kelgan. O'zingizga ko'p kurslarcha bo'ladimi? Keyingisi mana bunaqa abaya. Buni birinchi vlogimda istoriyasini aytib bergandim. Короче, hamma narsani zakaz qilib bo'ldik, bo'ldi boshqa hech narsa olmayman dedim. O'zingizga faqat ikkita abaya olib bering, yetadi degandim. Boyagi qara bilan korичневini. Keyin hamma narsa olib bo'lgandan keyin bu chiqib qoldi. Keyin Rizaytlar qarab, bu sana kerak emasmi, eng chiroyli ekandilar. Chunki bitta shundan olmoqchi edim. Keyin u ikkovini oldim, skidka narxida bo'lgani uchun. Keyin yo'qda chiroyli ekandim. Meni ham yo'qda, hay oldik deydilar. Короче, shuni oldim. Shu sababli olindi. Bu ham uchirilgan yozilgan. Eski zakazim. Chemadana, chexol bilan. Kстати, mana ro'molim bor edi. Ximara zakaz qilgan edim. O'zimcha kisa oqtiraman deb, lekin hay nasib qilmabdi, kiymagan endi. Oho. Yo, to'kilma ekan, lekin blesklari ham ko'p ekan. Uzunmi deb o'yladim, unchalik uzun emas ekan, lekin arxasi uzun ekan, oldi uncha uzun emas ekan. Buni ham kiraman, biron qaysi videomda ko'rasizlar. Yoqdi ekan. Narxiga nisbatan normalmi. Bu chemadani prozrachniy chexolatgan edim. Lekin u chemadan kelmadi. Birinchi vlogimda ko'rsatgan edim, katta chemadan. Kстати, bu mayda chemodanimki ekan. Mayda chemodanimki. Balonchasi chexolam chiqsa, chemodanni olib chiqib ikkovini birga to'qaman chemadani. Eski zakazlarim shular. Hammasini birinchi vlogimda ko'rsatgan edim. Boqa уже vlogimda ko'rsatmagan narsalarim. Bu bilaman точно зонтик. Bu ham. Bunaqa killa rolikcha. Oyog'i yomon bo'lib qolsa, balonchasini qidarmashtiramiz. Bittasi yomon bo'lgan edi, shu uchun men bundan zakaz qilgan edim. Bundan ikkita kelibdi. Adashib zakaz qilganman. Buni men kosmetikalarım ko'p, lekin men shu yoqda buni ham zakaz qildim, skidka narxida. Bu ikkitaliga. Buni bilasizlarmi, dori uchun zakaz qildim. Biron qayerga travel ketganda ichiga dori solib olib ketish uchun. Bemalol solib ketilinadi, hech narsa bo'lmaydi, chunki bu unaqa plyonka bo'lgani uchun yomon bo'lsa ham artib olinadi. Mazla yomon bo'lsa-da. Вот. Boqya kischka uchun joy qilgan. Boqya endi bunaqa qo'ysa bo'ladi. Parashok-marashoklar bo'ladi-ku. Protivirusni shunaqa qo'ysa bo'ladi. Shunday qilib ishlataman-da. Maydagina uch-kucha aytgan edim, chunki bir ikkita kiyimlarim juda ham g'ijim bo'ladi. Bir marta kirsam уже слишком g'ijim bo'ladi, lekin juda ham yengilgina, udobli ko'ylaklar. O'sha uchun olib ketmoqim keladi, majbur. Lekin g'ijim bo'lgani uchun olib ketmaydim. Endi no problem. Hamma qo'yatganchasi bor. Suv solish uchun maydagina shunday udobli manboqdan suv solinadi. Ishlatib ko'rish kerak buni ham. Yaxshimi? Yo'qmi?
Kstati narxi unaqa qimmat emas. 100 necha pul edi. Buni birinchi zakaz qildim. Dori-pori solcha yaxshi deb o'yladim, lekin bu plastmasli ekan. Chemadanda sinadi deb keyin buni zakaz qilgan edim. Buni uyda endi biror nimaga ishlataman. Bu zontik sumkada olib yurish uchun. Umrada juda ham ko'p kerak bo'ldi zontik, chunki quyoshda salligina qiyin yurish. Sumkada olib yurish juda ham udobli. Mana bunaqa chexolchasi bor o'zini. Prikиньте, bejlisidan topdim. Вот. O. Den yarashdimi? Wow. Rangi chiroyli. Buni ochib qo'yish kerak, mana bu hijimlar ketsin. Buni chornisidan ham olmoqchi edim, Rizo kerak emas. Men shu zontik ko'tarib yurganim qoluvdi dedilar. Keyin olmadim. Biror nima olsam ikki tomog'im keladi, lekin Rizo kerak emas mana deb aytdilar faqat, lekin olganimdan keyin kerak bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Rizo bilan ikkovimiz bir xil narsa olganman, so'ramasdan. Lekin ishlatadilar. Вот, boya aytgan posilkam mana shu. Tamizlar beryapti deb yozib qo'ygan. Telefon qilganda o'zim olib ketaman, sizlar tursin degan edim. Nuka. Hozir aytgan narsam. Ikkita bir xil, nima deb o'ylaysizlar? Ventilyatorcha aytgan edim. Bu ham sumkada olib yurishi zo'r. Buni ham birinchi vlogimda ko'rsatgan edim, zakaz qilganimda. Вот. Svetlo-krasный deb aytgan edi. Звук uncha balandmas ekan. Zo'r ekan. 3 ta rejimda ishlaykan. Kstati, mana bunday qo'yib, podstavkacha qilib qo'ysa ham bo'ladi. Rangi lekin unaqa krasniy o'xshamdi. Salligina to'nroq bejga o'xshadi. Mana korobkasi ichidan qanaqadir qog'ozlar, dokumentlari, o'zini zaryadchigi, bunaqa brelokchasi chiqargan. Chornisi Rizoya. Bundan ham USB chiqdi. Dokumenti. Chornisi ham такой ekan. Mana bunaqa brelokcha. Ikkalamiz bir xil ekan, как будто chornida sal balandroq chiqqanda yozib bo'ldi. Men mana bunaqa taroq. Bilmadim men uchun bir o'zi kerak. Bunaqasi qattiq ekan. Mulloyimroq bo'lsa og'ramidi. Uchi sal anaqa nito. Lekin Rizoga shu narsa kerak ekan, zakaz qildi. И вот, bu плед. Наконец-то. Качество zo'r ekan. Вау. Какая красота. Razmerini sizlarga ko'rsataman. Katta, bemalol 2 kishi ustiga olsa bo'ladi. Bu ham не берет deb yozgan. Nima zakaz. Kinishda nima skoch qilib tashlablar o'zi ham. Buni ketganimizda to'g'ri uncha ko'p narsa zakaz qilmadim. Bu chemadana narsalar zakaz qilgan edim. Isladim bularni ham. Bu Rizon chemadonlari, chemadon organizer. Narsalar ichiga solish uchun bitta qara, bitta bejli aytganman. Bejli qanchalik yaxshi ko'rishini hozir tushunasizlar. Вот. Adashmasam 8 talik edimi bu komplekt. Hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. Nimalari bor. Yana katta bo'l ekan, qaranglar. Aslida bu obuv solish uchun emas. Chunki ayo obuv solish uchun ekan. Sirasi fikrim o'zgartirishanicha. Bak. Keyingina bo'l ekan. Bu bitta. Buni ham kiyim solsa bo'ladi. Unaqa katta kiyimlar emas, maydaroq. Futbolka, mutbolka, ili buryuk solsa bo'ladi. Ikkita.
Bunisi mayda charoq. 3 ta. Mana obuv solayotgan. Bo'ynaki obuv solayotgan emas edi. Men shuni ko'rgan edim, obuv solib ko'rsatgan edi, bilinmam. Bunisi 4 ta. Bu kattasi. Mana bu yoqda yana zapaska ochiladi. Agar ko'p narsa qilsangiz. Bu kattagina ancha. Anchagina katta. Bu necha? 2, bu 5-inchisi. Bu 6-inchisi. 6 talik ekan. Buni ham ko'ray, chunki ikkovini bitta magazindan zakaz qilmadim. Chornisi qimmat ekan. Bu bejni olgan magazinimda, chornini olgan magazinimda bejnisi yo'q ekan. Shu uchun. Bu ham shunaqa chiqdi. 1, bundan ham chiqdi 2, bundan ham chiqdi 3, 4, bundan chiqdi 5, 6 ta bu ham. Ikkita, o'zi bitta olmoqchi edim, to'g'risi. Bir xil olmoqchi emas edim bu safar. Bitta o'zimga bejizda olmoqchi edim. Narxi tochdan hech qaysi narxi esimda yo'q. To'g'risi bitta olmoqchi edim. Bitta magazinda ko'rdim. Bu ikkovining narxi bilan meni bitta o'zim boshqa magazindagi narxi bir xil edi, shu uchun narxi bir xil ketib, lutchi ikkita zakaz qildim. Вот. Bu samolyotda ketayotganda kuz uchun toqib ketayotgan. Buni ham birinchi vlogimda ko'rsatganman. To'g'risi toqamanmi yo'q bilmayman, lekin qattiq charchasa odam yotib qoladi. Ko'zi yumilib ketadi. No baribir ham samolyotdagi baribir kreslolar unchalik udobli emas, lekin Rizo bemalol yota oladilar. Shu uchun o'qishga kerak bo'ladi. Mendan ko'ra deb ikkita zakaz qildim. Keyin bunaqa massajistga zakaz qildim. Buni ichida dokumentlari 105 chiqadi. 105 chiqdi. Buni zaryadkaga qo'yish kerak. Bunaqa maydacha. Rangi bunaqa bejli emas, silk rangi, sal yaltiratgan. Chiroyli ekan rangi. Ishlatib ko'raman buni ham. Konteynerda zakaz qilgan edim. Buni kстати, Rizo bilan zakaz qilganman, o'zim zakaz qildim. Qolganlarni Rizo bilan zakaz qilgan edik. Bunaqa o'zining idishchasida 5 ta organizercha chiqadi. Bu shampun uchun. Bunaqalarim ko'p, lekin tochna shu rangidan, shunaqa stilda yo'qdi. Bunisi balzam solaman. Men endi o'zim ishlatmoqchi bo'lganlarimni aytibman. Bunisi ham geldirar dush solsa bo'ladi. Maydagina. Bunisi ham krem solsa bo'ladi. Skrabman solaman. Chunki har kun yuzimni skrabda yuvaman. Umvalka solsa bo'ladi. Buni balzam solib, buni Rizon shampundan solaman. Kakras shunda rovna bo'ladi. Biron joyga ketayotganda shampun-pampunlari katta flakonda olib ketsangiz, hammasi barib ishlatmasizlar. Chunki ichida ko'p bo'ladi, vес beradi. Shu uchun bunaqa maydada olib ketish намного удобно. Nima zakaz qilgan edim? Shpilka. Korичневый rangini ko'rib qolib zakaz qilgan edim. Voy. Mayda razmerda kelgan shpilka. Vatsenudan eng axirgi zakazim. Buni hijob kellar. Yana Temuda adashmasam 3 ta zakazim yo'lda kelibdi. Buni Saudiyadaligimda zakaz qildim. Nima uchun deganda, uzoqda bunaqa tabichka ko'rdim. Bitta olamiz deb ketgan edik, chunki ularda karta yo'q ekan. Biz hamma joydan kartadan narsa olib yurdik, kartasi yo'q ekan. Bizda naqd yo'q edi. Keyin naqd chiqarib kelamiz, bitta olamiz degan edik. Sotilib ketibdi bejli tez kuni. 40 razmerini zakaz qildim, lekin качествоsi вроде нормально. Narxi lekin не стоит, to'g'risi. Shunaqa nima, rezinasi kelibdi. Ularga ko'rinibdimi, bilmayman. Lekin yurganda neudobniy ekan. Men aytgan rang emas. Men zakaz qilganda bunaqa zeleniy nimasi yo'q edi. Odzivlarni ham ko'rganimda shunaqa rasm yo'q edi kelgan odamlardan. Men uchundir mana zeleniy naqshlik kelib qolgan.
organizercha zakaz qildim. Wow, silikoni zo'r ekan. Bu silikonovoy xul bo'lmadi, nima bo'lmadi, sumkalaringizga biror nima solib yurisha udobli. Kачествоsi zo'r ekan, narxi stoyt. Keyin men bu narsa mana ikkita kiygan. Mana bittasini qaytarib berib olaman. Bu qog'ozlar girdini polugul qilish uchun. Наконец-то AliExpress'dan zakaz qilgan narsalarimni ochamiz. Bu yerda qimmat narsalar. Narxlari bilan qo'yaman. Men bunaqa do'konim tushunasizlar. Вот. Nima deb o'ylaysizlar buni? Bunaqa tantanali korobkada. Yozinglar, kutib bo'l. Nima deb o'ylaysizlar? Вот. Tadan tan tadan. AliExpress mana reklama pul to'lash kerak o'zi вообще-то. Temu ham. Вот. Такой дорогой дорожный подушка. Shuni nima zakaz qilish sevara deb o'ylaysizlar? Eshitmabdilar. Chexol yoqqani uchun. Lekin kim qancha podushkalar bor, lekin mana shunaqa chexolligi yo'qda. Temuda yo'qda. Temuda shunaqa arzon ekan. Oy, asablarim. Buni faqat yotish kerak, asablar tinchlantirish uchun. Temuda 40 nechi mingga ham, 50 nechi mingga ham точно mana shu. Endi bilaman kачествоsi qanaqa. Shunaqa ko'rinishdagilarni ko'rdim. Lekin bitta mana shu chexoli yo'qligi uchun zo'r ekan. Prям shunaqa, wow, zo'r ekan bu qizlar. Честно отзыв. Narxi uchun emas. Narxi uchun emas. Wow, bo'yni shunaqa zo'r ushlaydi ekan. Prям qaranglar, ana bu xuboki prям bosh bilan bo'yni ushlab to'xtabdi. Wow. Yotgandan ham udobni. Prям yastoqda yotgandek. O'zimda bu ikki xili, lekin bunaqa udobni emas. Ham bu shunaqa zo'r kачествоsi, yana ishida. Bunaqa bittasi bor menda, mana bossangiz pisayib qoladi. Qaranglar, bu pisayib qolibdi. U yotganda вообще неудобно-da. U menga bostirasizmi, o'sha pisayib qoladi o'sha. Ammo bu milloyim, xuddi yastoqdek, lekin qo'yib yuborsangiz yana uzun holga qaytadi. Manda bor, bosasizlarni, keyin kutasizlar. Qachon o'z holga qaytadi deb. Lekin zo'r ekan. Mayli qimmat bo'lsa ham. Zato chexoli bor. Главныйsi качество zo'r narsa ekan. Kстати, buni qaranglar. Bo'ylakkidan ekan bu. Chexoli bor ekan, rassvo bo'lsa yuvasizlar. Tagida yana unaqa qilingan. Material qilingan. Qimmat bo'lsa ham, качественный bo'lsin deb shu aytadilar. Rizo постоянно qimmat narsa oladilar. Ikkita uchta kiyim oladilar, lekin qimmat bo'ladi, качествоsi zo'r bo'ladi, ancha payt kiradi. Ammo narxiga qaramay yo'qsa olaman, narxi arzonroq bo'ladi, качествоsi ham bo'ladi. 2-3 marta kiraman, keyin Rizo yaxshi emas ekan, bu yomon bo'libdi deb keyin gapiradilar. Qimmat olish uchun dolga kirasan deb, качествоsi yaxshi bo'ladi deb. Yo'qdi, mana juda ham. Qimmat bo'lsa ham, главное качествоsi zo'r ekan. Qimmat bo'lsa ham zato chexolim bor deymi? Вот. Zato bunaqa qimmat korobkada keldi. Eng dolgojdanisi mana shu. Bu Temuda yo'qdi. AliExpress'da buni ham normalni qimmat summaga zakaz qildim. Bitta magnitniy bo'lgani uchun. Buni funksiyalarini men Instagramda video olib ko'rsataman. Shunaqa udobni. Men shtativlarim ko'p, lekin hammasi bunaqa держательli. Har safar telefonimni olib qo'ysam, mana bu girdi ekrani shuni qirilib, sinib ketadi. Shu uchun magnitni udobni deb zakaz qildim. Вот, men bu ham bemalol 360 gradus qimirlab video olsa bo'ladi. Men bu yerda pulti bor. Вот, pultini olib, bemalol rasmni olib yo video olsa bo'ladi. Buni udobniligi, mana bu yerda knopkasi bor.
bitta bosganda shunday ochiladi. Uzungina. Bemalol olib yursa zo'r. Magniti ham chiqadi. iPhone telefonlari o'zini mana bu yoqda ushlatgan magniti bo'ladi telefon o'zida. Если telefoningiz iPhone bo'lmasa, bunaqa magnit ichidan chiqadi. Чтобы узлez telefoningizni yopishtirish uchun. Вот так вот. И buni men sumkada olib yurish uchun. O'zini shtativlarim professionalni bo'lgani uchun og'ir, sumkada olib yurishni udobni. Keyin mana bunaqa uzun chexoli ham chiqar ekan. Buni lekin nimada описаниесida ko'rmagan edim. Вот. Sumkada olib yurishga juda ham udobni. Ichida keyin mana bunaqa Type-C zaryadka chiqar ekan. Наверное, bu nimaniki? Pulchasiniki. И keyin mana bunaqa vizitchni kartasi chiqdi. Вот dokumenti chiqdi. Keyin mana qog'ozchasi chiqdi. Yana buni funksiyalarini Instagramda ko'rsatib o'taman. И последнийsi. Bu ham yaqinda keldi. Вот mana bunaqa organizercha. Ichida o'zini pilkasi bo'ladi. Bu ham olib ketishga travelda juda ham zo'r. Keyin mana bunaqa temirchasi bo'ladi. И ikkita kusachkasi. И bitta kusachkasi mana bunaqa, ikkinchisi mana bunaqa обычный. Bu videoni ikkinchi vlogi ham chiqishi mumkin, chunki Temuda adashmasam 3 ta yoki 4 ta zakazim bor. Bilasizlar, bitta zakaz ichida nechtadir narsa bo'ladi. Misol uchun 100 puldan ko'p narsa zakaz qilish kerak. Bitta paketimda misol uchun 5-6 ta narsa yoki 2 ta 3 ta narsa bo'ladi. AliExpressda nechta narsani birdan zakaz qilsangiz ham hammasi отдельно bo'lib bunaqa paketchada keladi. Yoki mana bunaqa paketda yoki mana bunaqa. Sizlar interesna bo'lsa, kommentariyda ha chiqaring, ikkinchisini ham kutamiz deb yozib qoldirsangiz, qancha ko'p shunaqa kommentariy bo'lsa, chiqarishga harakat qilaman. Shu bilan bu vlogimiz tamom bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar yoqgan bo'lsa, kommentariyda o'zlaringiz fikrlaringizni bildiringlar. Negativchilar sizlar ham bemalol bildiringlar. O'shalar videoning boshida yozib bo'lasizlar-ki. Hech narsa emas. Negativ kommentariylar mani immunitetim kuchli. Bemalol xohlaganingizni yozsangiz bo'ladi. Kстати, negativchilar buncha narsalaring maqtanasan, anime raspakovka qilib maqtanasan deb yozmanglar, iltimos. Sizlar maqtanchoq bo'lsangiz, bu hamma maqtanchoq degani emas. Men sizlar bilan birga, to есть negativchilardan tashqari, meni yaxshi ko'rayotgan auditoriyam juda ham ko'p. Guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi degandek, negativchilarsiz nikak. Ikkita uchta negativchidan e'tiboran olmaganda, men auditoriyam juda ham kommentariyalarda men ko'rdim, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi vlogimda ko'pchilik zo'r, mana yoqdi, yana shunaqa videolar chiqaring, qachon chiqarasiz? Даже bitta videom o'rtasi sal uzoqroq bo'lganda to'xtamay har kun, даже meni esimda YouTube nickname'lari где-то 5-6 kishiniki har kun yozadilar. Videolarim o'rtasi sal uzoq bo'lgani uchun qachon chiqarasiz? Keyingi vlog qachon chiqarasiz? Vlogi kutobim, ko'zim to'rt bo'ldiki, tezroq chiqaring kutobimizga, nima ziqqingiz bizlar tezroq chiqaring kutobimiz zerikdik. Bu videoni даже 3-4 martalab ko'rdim, yana tezroq chiqaring deb yozganlar bo'llar. Ular YouTube nickname'lar meni esimda, chunki har kun yozgandan o'sha esimda qolib ketgan edi. Guruch ko'rmaksiz bo'lmagandek, vloglarimni kommentariyasining ichida negativchirasiz nikak. Bemalol yozaveringlar. Bilaman, sizlar videoni o'sha boshida yozib bo'lgansizlar. Endi o'zim ruxsat beryapman, bemalol yana yozsangiz bo'ladi. Если что, negativ immunitetim kuchli, bemalol yozaveringlar. Bu video bilan men hech narsani maqtanmadim. Shoxda agar sizlar ham o'zingizga biron naxotka topgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Sizlar ham biron narsani o'zingizga yoqtirib zakaz qilsangiz, ha shu narsa menga ham kerak yoki shu narsa menga kerak bo'ladi deb zakaz qilsangiz, juda ham xursandman. Agar meni videom o'zingizga foydali naxotka topgan bo'lsangiz, videoni shoxiyacham qiziqib ko'rganingiz uchun sizlarga rahmat. Keyingi vloglarda ko'rishguncha. Kстати, Temuda men bu chemodanni ham zakaz qilgan edim. Buni birinchi vlogimda ko'rsatganman. Вот hozir buni balonga qo'yib ko'ramiz. Qani to'g'ri keladimi? То есть вообще men qo'ya olaman shu narsa. Rezin juda ham qattiq ekan. Shu uchun men qo'ya olmasam kerak. Nuqa bir balo qilib ko'rsatib oldim. Uni normalni kuch bilan ko'rsatish kerak, to'g'risiga baho o'tib ketdi. Вроде бы salligina не то, но
Ну, farqi sezilyaptimi sizlarda? Вот. Anchagina farqi bor. Sizlar ham sezilyaptimi? Kstati, yaqinroq qilib ko'rsangiz bo'ladi. YouTube'da shu funksiyasi bor, bilmaganlar uchun. Yaqin qilib ko'ringlar, sizlar ham bilyaptimi? Вроде бы да. Хорошо. Чехолni ko'rsatib ko'raylikchi. Ой. Esimda, что katta chemodani zakaz qilganim. Boyna o'yladim, может, maydasi zakaz qilgan turim deb, yo'q. Mana kattasi zakaz qilganman. Всё.